Biza hozir kanatni darogada biza qaranglar, shu yerda bitta zo'r narsani eshitib qoldim. Bahodirjon Boybutayevdan. Bahodirjon nima dedingiz hozir bitta takrorlang. Mana shu baxt mahsulotlarini ichishni boshlaganimdan buyon, aynan o'zi ichishni boshlamasimdan oldin 101 kilo edim. İçishni boshlaganimdan so'ng mana shu sayohatga kelishdan oldin tortilganimda 91 kilo vazn chiqdi menda. 10 kilo vazn men bilmayman qayoqqa ketdi, havoga chiqdi. Rahmat mahsulotlar uchun ham, asoschimiz uchun ham, mana shu mahsulotlarimizni o'ylab topgan ustozimiz Zuhra Yariyevnaga ham alohida minnatdorchiligimni aytmoqchiman. Rahmat, salomat bo'linglar. Dunyo mo'jizalariga boy. Hali ochilmagan sir sinoatlar ko'p. Birgalikda hammamiz buni ochib boraveramiz. Tanamizda ham, dunyoyimizda ham, hayotimizda ham. Ishlaringizga rahmat. Azizlar, nima uchun bunday savol tug'ildi? Biz hozir mana Xanyanda shunaqangi nima deydi, stiklanniy mos shishadan qilingan ko'prikni ko'rish uchun mana shu kanatniy darogada chiqyapmiz. Hozir biz hammamiz shu boksning ichida biz o'rtoqlar. Shu uchun necha kilodan oshig'ini ko'taradi bu degan savol tug'ildi-da. Shunda Bahodirjon birdaniga aytib yordilar. Mana shu o'zlarining natijalarini. Shu paytgacha hech kimga aytmagan ekanlar. Azizlarim, biz bilan bo'ling.